Uyamga qaytish yo'lda ketmanni erkishidek jalliq chepayotgan bu ochimiz mening diqqatimni tortib qoldi. Voy ochoy, siz qanday kep bo'lgansiz? Bu yerga men shuncha tez keldim yeningizga. Yaxshi tudingizmi? Tezlik tudingiz, salomat tudingizmi? Sizni azroq avor qilay deb keldim ya, paranlishay deb. To'g'ridingizmi? To'g'riman, to'g'risam ishni qilaman yo'q. Qo'saqlar ochdimi? Ochdi. Tamoq batdi mashinada. Açıqsam ichib olamli qiziq, lekin suv qochdi qo'ymayan. Dabo qilgan bayam. Tamam, rahmat ukam. Men o'tirib yavasini men qitbaga chiray. Voy bu qanday kuchli yetdi buningga. Voy. Resmiy yalan cumaacha. Mushta japaliq turmushdan menda bir zarlanib baxmillama. Yo'q ukam, uydan bir ojiz meyipalam bor. Sılnama mena bir rahat turmush kechirgilar. Aydalar biz endi bizim çaylaq sizga olmaq jugimiz qildi. Çaylaq kiyib, chaştimizni otdi yo'qtazdi, pochelam. Amsa at ko'rishlar. Hamma. At men sona yanliroq chiqib. Bo'lsa qizimni atashga sonday xush olaman. Hey muşta apılarımız mı bağımesmi mana körep iş qilib yığılığım keldi yanılam. Bu atımız mı baxtlik özem deb qaraydigan körep şunlar bir tesirlendim. Yoldaşı işleydigan şehirge kirib. Bu atımız yoldaş çıkıp bo'g'cha. Yo'lchimiz japa tatvatıdı. Etiziriqna işlerini bo'lsinmi? Qilg'ash turay deb mushunda bir japaliq kunlarda hamda turmush kechirib o'tibdi. Balsimi meyipgan. Lekin turmushdan qat'iy zarlanish deydigan narsa yo'q bu atımızda. Haqiqatan bu qitim mushunda amli holatda onlarimizni ziyorat qilganimning qanchalik to'g'ri ekanligini his qildim. Yaxshimi? Salomat tudingizmi? Tezlik tudingiz. Uylarimi bekkanri azod ekan-ya. Bu qiz hozir maktabda o'qishib to'liq bitirib bo'ldimi, yo'qmi? Kesbiy maktabning 2-yilisi 6-oyda, 5-oyda qaytadi o'lgan. Siz nima ish qilishga bakroq qiziqsiz odatda? Pek bilemey kaldım. Bir bunda güzellik, sağlamlık sahasiga çok qiziqish bormi, yo'qmi? O'ylashib baxmadingizmi? Oylashib baktım. Ama bunun anam da bakayın ama halvağayın içbeyim deb. Endam diyenim. Hozir endi salomatliklar bugun yaxshi emas. Qapaqmi shivapti ya mana mayala. Shu yerdan o'rlab qolgan o'xshamamsizmi? Jigimishkidan düşmedi. Oh. Qiyinchilikmi bakkan hozirmi opangizning shu salomatlik masalasi ko'ngillarni yerim qilmaslarcha. Xotirjam bo'lsinlar, men qizlarni ajrab, qizlar u yerda yunalam o'rganmaydi, qanday qiz bola bo'lishdan boshlab tomoq etishgacha, hatto hamma jihatdan pishib yetildi qizlar meni yonimda tursa. Rasunan ügünüp bo'lganda men yenimda majbur ishlasam bo'ladi. Ma'qul. Hammasi shu qizlardek taqdimatlik balla bu yerga. Eng muhimi ham buni siz mush kasbni o'zingiz yaxshi ko'rib, bo'lgan deb tanlab, undan keyin o'rganishingiz uchun. Har go'zallikqa bir chiqish yo'l topolmay, undan keyin bu kasbni tanlab qolsangiz bo'lmaydi. Chuqur mush kasbni o'zingiz o'rgansan bo'lgan, zodi bo'g'dak degan kelgan vaqtingizda andan keyin qaror chiqaring. Hozir opangizni achqib ustida oldilar bir mulozimatlarimizni his qilib baqsin, bir mulozimat qilib qo'yilib, badan avvalo qarta bir yuzlarni asrash qilib qo'yilib, ustini bir ko'rang, muhitlarni ko'rang, undan keyin bo'lgan deb qolsangiz, hozir bolalarni ama yataqdan başlap o'rlashtirildi. Men mush bolalar bilan birga turib, mashunda qilyapman. Bir onaning oilasi uchun qanchalik badal to'layoladiganligini biz hargiz oddiy bir og'iz gap bilan ifodalayolmaymiz. Qaysarlik bilan turmush uchun tirishayotgan barcha onalarimizninki umrining uzun bo'lishini, orzulariga yetishini uchun yuragimdan umid qilaman. Qana bo'lam tikanmayadiki mulozimatlar. Yo'q. Biz hamda mushta mulozimatlar bilan shug'ullanamiz do'konda. Manchuncha xaridorlarni qilayotganimizni ko'rdilar. Bugun his qillar. Mushunani qizlar o'rgansa bo'lam tikan zodi. Siz ço'fkamsiz qanday qardingiz? O'zimda qiyin bo'ldi. Aslida hamda biz do'konda o'quvchi qabul qilib qolsak, hamda 8800 qo'y olamizmi yerda. Hamda men do'kondagi ash bayam sizlar paranglashgan qiz bolami palarni pul to'lab o'ynab kelirlaymi yerga. Barliq balla shu. Hamda men hozir qadar menda holatda o'quvchi baxmagan, hamda shu ko'zimga sil chiliqib ketdilar. Ankin silning shu bir qiyinchiliklarni ko'zda tutgan asosda men qiz navadim ishada o'ynab, hamda bu qizni men bakchiq pul topqizib diyemem ben. Amma lekin hamda mishada o'zining bir qadr qimmatini tepib
tepib, bir yönəlik olub, gəlgüsüdə özünün cini özü baqalıqdək şərait yaxşı olub qalsa bəlkім silin arzulurğumu yetərligidək bir işlərini qıla alışım mümkün əmdi. Mən şunu qarta küçəymən. Lekin əmdə dükandan barlıq düzüm qayılırıq maslışıb, bəzi yerdə gəp sözlüge diqqət qılıb, qulunuzı çaqqan qılıb apmanız degəndək andaq qilish to'g'ri keladi. Aslida bu filmning nurg'unlagan ta'sirini ko'rinishlari batdi. Qandaqdir qilgan yaxshiligimni boshqalar ko'z qilgan bo'lib qolmaydi degan maqsad bilan bu ko'rinishlarni chiqarishni to'g'ri ko'rmadim. Atrofimizda mushu anadek intayin qiyinchilikda yashayapsizmi? Oilam, balam deb shunchalik qaysarlik bilan tirmishib, yana o'zini mushadimizdek baxtlik his qilib turib yashayotgan onalarimiz haqiqatan atrofimizda ko'p uchraydi. Biz sodiq qanday qilgan vaqtimizda mushu anadek mushtaq qaysar bolalarimiz uchun, oilamiz uchun yashay olamiz. Men mush qitim haqiqiy his qilib yetdimki, mush amaliy turmushimizdagi onalardan bilim o'rganishni qaror qilib, haqiqatan to'g'ri qilibman. Bundan keyin yana mushta amaliy turmushimizdagi onalardan ko'plab bilim o'rganishni izchil davomlashtirishni to'g'ri ko'rdim. Men o'xshash mushundaq amaliy turmushimizdan bilim egallab, o'zimizning baxtli turmushimizni qurib chiqishga kichikina bo'lsa-mu yordami bo'lsa, arziydi deb qaraydiganlar bo'lib qolsa, meni ko'plab qo'llab birishinglarni chin yuragimdan umid qilaman.